Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Haqalabodda Ulug'bek Massif degan joyda tunaki foyishimiz chiroyli holatda tugab berganmiz. Bu joyimizga 220 kvadrat tunaki ishlatganmiz. 0.35 listimizdan oq shkalab tilla ranglarimizdan qo'shib ishlab berganmiz. 28 metr tarmoq ham qo'yib berganmiz. Bu joyimizni ofishiy hisobda 30 million 28 ming so'mga bitgan. Hozirlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bu joylarimizni ko'cha tomonlari ham bo'lgan edi. Keyin ko'cha tomonlaridan keyin ichki tomon darvozaxonalari, bu yerda asosiy darvozaxonalarimiz bor. Hozirlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha list yubka qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga foydali, manfaatli videolar qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bo'lmasam biz obzorimizni boshladik. Hozir Haqalabod Ulug'bek Massif degan joyda 5-noyabr sanasida turibmiz. Bu tashqari tomon o'stirma kaziroylarimizni chekamizdan va bu joylarimiz ko'riklari bilan ichki tomonlari va narigi chekadan yana bir 10 metrdan oshiqroq joy o'stirma shapkamiz bo'lgan. Bu joyimiz avval bo'lgan. Bu joyimizda oq mokri va tarnovlarni ham o'rnatib berganmiz. Bu yerdan keyin yaqin kunlarda tugagan ishimiz ichki tomon darvozaxonasi. Bu yerda bitta kvadratli kichkina darvozaxona bor. Narigi tomoni uzun, nariga qarab ketgan darvozaxonasi bor. Shu joylarimizni tugat berganmiz. Tashqari tomondan keyingi holat 2 oy, 3 oy oldingi tashqari tomon, ichkari tomonimiz yaqin kunlarda bo'lgan joyimiz. Darvozadan kirishda 4 burchak kvadratli bitta addenli darvozaxonamiz bor. Bu yerdan bo'lingandan keyin bu joyimizda uzun darvozaxonamiz bor. Bu joyimiz oq shkalat tilla ranglardan qilib berganmiz. Ko'rinishda nimaga bu yer bunaqa holatda, bo'lingan holatda bo'lgan degan odamlarga, insonlarga savoliga javobimiz: narigi tomonimizda to'sini pastda bo'lgan, bu tomonimiz tepada bo'lgan. Agarda bir xil bo'lgan taqdirda ham bu joyimizni bo'lib ko'rib qilib olib o'tib ketmaslikda umuman iloji yo'q. Bu tomonga qo'shib o'tib ketadigan bo'lsangiz, shakl yo'qoladi, kvadrat yo'qoladi. Shuni evaziga o'zimiz bilib, hisobini chiqarib, hamma yo'lni chiroyli qilib ketamiz. Uyda egasi shunaqa narsalardan olib kelib bergan. Lampamizdan bir dona, 2 dona qo'yib berganmiz. Kosmos qo'yilish kerak edi. Sharoitdan kelib chiqqan holatda keyinroqqa qoldirilgan. Darvozaxonamiz ofishiy hisobda bu darvozaxonamiz, narigi kichkina tomonimiz, ichkari tomonda o'stirmamiz bor. Hozir ko'rsatib o'taman buni ham. 220 kvadrat bu joyimiz va ko'riplarimiz u ichki shapka bo'lgan 28 metr tarno ichkari o'stirmamizga bo'lgan. Ma'lumot sifatida sizlarga aytib o'tib ketmoqchiman. Hozir hammani xonadon qilgandan keyin, tom yopilgandan keyin hamma tunakafon qildirmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz, opalarimiz, yurtdoshlarimizga bitta maslahat. Biz oldin ham masalan ustachilik qilib yurganmiz. Bu narsalarda hamma yo'g'ini noldan tushunamiz. Shunga maslahat sifatida yaxshi niyatda agarda tunakafon qiladigan bo'lsangiz, tom yopayotganda, to'sinni tashlayotganda bu akfani mana pirmichkasi bor. Mana akfami, taxta eshik rom qo'yasizmi, pirmichkani hisobini olib qo'yingda. Bu pirmichka tashagandan keyin to'sin tashalishdan oldin kamida bir 60 sm, 70 sm yoki bir 50 dan balandda bo'lgan razmerda qog'izib qo'yish kerak edi bu yerda. Chunki bu tunakafon agarda qildiradigan bo'lsangiz, siz aytgan fasoningizni qildirmoqchi bo'lsangiz, hisobingiz chiqmay qoladi. Shunaqa kichkina pirmichka hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun 50 da tepasi 70-80 bo'lsa ham bo'laveradi. Keyin patologlar qilinib tushgandan keyin, eng chekasi bu yerga tushgandan keyin pirmichkangiz baland pastligi 50-60 sm bo'lsa, shunda nur ustiga a'lo nur bo'ladi.
Bu joylarimizga oq va shkalat tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Darvozaxonamiz bo'lgan, nariga kichkina darvozaxonamiz va koroblar qo'yib berganmiz. Polni yopib, xorisini. Keyin o'stirmamiz bo'lgan. O'stirmamizni duoldan tarnovni eng chekkasigacha, bu ichki tomonigacha 1.60 lik shapka bo'lgan o'stirmamiz. Shunaqa fasonda qilib berganmiz. Двойной fasonda bo'lgan va tarnovlarimizni o'rnatib berganmiz. 28 metr tarnov chekkagicha, bu chekkagicha bo'lgan. Shunaqa go'zal holatda qilib berganmiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Pianino, Cobra, двойной fason va novoli qilib berganmiz. Tashqariga chiqqan novo. Hali oldin DVPlar qilinganda, patolog qilinganda ichkarida bo'lgan, ichki novo bo'lgan. Bunimiz tunakadan tashqi novo bo'ladi. Tashqariga chiqqan bo'ladi, doira shaklida bo'lib. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha listi yubqa qalinligiga qarab qilib beryapmiz. Hamma mahsuloti o'zimizdan. Lesa, usta haqqi, dastavka, tunaka, reyka, option, samarez hamma yo'q ichida bo'ladi. Sizni xonadoningizga kelgandan keyin samarez olib kelib bering, reyka olib kelib bering deyilmaydi. Bitta dogovor bo'ladi. Ana dogovorning ichida hamma yo'g'i bo'ladi. Videoda sizlarga gapirib o'tmagan gaplarimizni ko'rishgandan keyin hamma yo'qda masalan savolingizga javob berib o'tamiz. Sifatli va halol ishlaymiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bu joyimiz 035 listda bo'lgan. Oq shkalat ranglarda bo'lgan. Oq shkalat deganda shu mana shu qora ko'rinib turgan qora joylarimiz shkalat rangda bo'lgan va oq turgan joyimiz oq rangda bo'lgan. Bu tunakamiz oppoq bo'lmaydi, sal bir muz rang deydimi, shunaqa holatda bo'ladi rangi. O'zimda joy ko'radigan bo'lsangiz, joyingizga qarab fasonni qilib, chiroyli qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hozir sizlar ko'rib turgan bo'lsanglar, Tunakafon eng arzoni bizda degan kanalni ko'rib turmoqdasiz. Bizga a'zo va podpiska deydi. Podpiska bo'lmagan bo'lsanglar, podpiska bo'lib bemalol bizni kuzatib borishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.